O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 24-fevral kuni yoshlar bilan tashkil etilgan muloqotida har haftaning payshanba kuni Yoshlar kuni etib belgilanganligi munosabati bilan viloyat ichki ishlar boshqarmasi tashabbusida Yangi Namangan tumani hududidagi Ichki ishlar vazirligiga biriktirilgan 60-sonli maktab o'quvchilari o'rtasida sportning mini futbol turi bo'yicha viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i kubogi musobaqasi o'tkazildi. Qizg'in va murosasiz tarzda o'tgan musobaqaning taqdirlash marosimida Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari ishtirok etib, har haftaning payshanba kuni vazirlik, idora va hokimliklar tomonidan yoshlar kuni o'tkazilishi, bunda yoshlarning ta'lim olishi, sport bilan shug'ullanishi, kasb va til o'rganib, ishga kirishi yoki tadbirkorlik bilan shug'ullanishiga ko'maklashish va boshqa bir qator yo'nalishlarda uchrashuvlar tashkil etilishi haqida aytib o'tildi. Shundan so'ng g'olib va sovrindorlarga boshqarmaning diplom, medal va qimmatbaho sovg'alari topshirildi. Shuningdek, boshqarma boshlig'i o'rinbosari tomonidan Ichki ishlar vazirligi Namangan akademik litseyi o'quvchilari bilan uchrashuv tashkil etildi. Uchrashuv davomida davlatimiz rahbari tomonidan ilgari surilgan tashabbuslarning mazmun-mohiyati, yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularni bandligini ta'minlash, ilm-fan va kasb-hunar egallashiga bo'lgan qiziqishni kuchaytirish borasida yaratilayotgan shart-sharoitlar haqida ma'lumotlar berildi. Maktab o'quvchilarining sportga bo'lgan qiziqishini shakllantirish, ular o'rtasida sog'lom turmush tarzini keng tatbiq etish maqsadida o'tkazilayotgan tadbirlar davom ettirilmoqda.